Hürmetli vatandaşlar, bilgisayarımızı devamlaştırırız. Aksaray, Amerika, Rusya rehberleri yukarı derecelikle söhbeti ötközüp, iki taraf münasebetini illetişine oylaşıvatıdı. Mavzulu haber 6. ayının 1. günü yer şarı vakit doğru ilan kılındı. Andan venvi doğru bitik götürüp besildi. Wol Koçsi gazeti haber mındak başlandı. Wol Koçsi gazetinin haberiga asaslanganda haberdar kişiler mındak görsetken. Aksaray del hazır bir meydan işe aşırışkı mümkün boladigan Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump bilan Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putin o'tirisida yuqori darajaliklar uchrashuv o'tkazishga tayyorlik qilyapti. Matbuotlar mundaq ko'rsatdi. Bu qatimqi uchrashuv Amerika Rossiyadan iborat dunyo bo'yicha sirliq qo'sh taraflik munosabatga ta'sir ko'rsatib, ikki tarafning jiddiy munosabatlarini pasaytirishi mumkin. Wol Koçsi gazeti mundaq hisobladi. Ikki davlat munosabati allaqachon sovuq munosabatlar urushi saviyasiga yetib kelgan. Men ancha deb o'ylamayman, u darajaga yetib ketmadi. Amerika bilan Rossiya munosabati u darajaga yetmadi deb qarayman vatandoshlar. Xabar qilinishicha, Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatining bir nafar amaldorining aytishicha, Amerikaning Moskvada turishliq bosh elchisi Washingtonga qaytib kelib, Prezident Trump bilan Prezident Vladimir Putinning uchrashishiga, ko'rishishiga tayyorlik qilish xizmatiga yordamlashyapti. Rossiya xabarlar gazeti 5. ayning 29. kuni xabar qilib, mundaq ko'rsatdi. Amerikada siyosat sohasida bir qism kishilar va diplomatlar yaqindan beri Oqsaroyning to'r betida talabnoma qo'yib, Prezident Trump bilan Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin bilan tezroq suhbat, Prezident Trumpning Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin bilan tezroq suhbat o'tkazishini murojaat qilishdi. Talabnomada mundaq ko'rsatildi. Prezident Trump nayti tez Prezident Vladimir Putin bilan uchrashish qilish kerak. Talabnoma qo'yish qatnashgan munosabatli kishilar mundaq ko'rsatdi. Bu qatimqi uchrashuv orqali ikki davlat Amerika va Rossiya ikki davlatning harbiy kuchi o'rtasida tuyuqsiz to'qinish yuz berishning oldini olish, ikki davlat rahbarlari munosib plan tuzib, kelib chiqadigan ziyonlarni saqlanish kerak. Men Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Rossiya Federatsiyasi o'rtasida harbiy ishlar to'qinish yuz berdi desam, men buni ishonmayman, hurmatli vatandoshlar. Xabarlarga asoslangan 6. ayning 20. kundan burun nurg'un kishilar imzo qo'ysa, Oqsaroy bunga javob qaytarish kerak. Imzo qo'yib, Oqsaroyga yo'llasa, Oqsaroy bunga javob qaytarish kerak. Prezident Trump ma'nilik 3 parcha signal taqatdi. Yangi bir xabar. Mavzuli xabar 6. ayning 1. kun Vanvi to'rbetida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Yangi yetib kelgan xabarda mundaq ko'rsatildi. Tarixiy xarakterli uchrashuv belgilangan muddat ichida o'tkazildi. Universal matbuotlar mundaq ko'rsatdi. Prezident Trump mundaq e'lon qildi. Bu qatimqi uchrashuv belgilangan muddatda 6. ayning 12. kuni Singapurda o'tkazildi. Ikkinchi, Prezident Trump Kim Jong-unning bir parcha xatini topshirib olib, xo'sh bo'ldi. O xat yaxshi yozilgan xat ekan. Uchinchi, Prezident Trump yana mundaq dedi. Endi yuqori chekda besim ishiltish degan bu so'zni ishlatmaymiz. Amerika bilan Chaushyanning kunlarning birida kelishim hosil qilishini umid qilamiz. Dunyoda o'zgarish bo'layotdi deydi xabar yozuvchi. Prezident Trump bilan Kim Jong-un suhbatiga yana bir necha kun qoldi. Bu oraliqda yana o'zgarish bo'lamdi yo'q? Mana bu katta savol. Yana o'zgarish bo'lamdi yo'q? Bundan boshqa yana bir gap. Oy
imaret Dendung'da, Cungu'nun şarkı şimaldaki Dendung'daki şehirde imaret ticareti bilen şug'ullanayotgan dostlar deydi haber yazgıç. Sizlarning yurakinglar qandoq soqyapti? Hozirgacha yaxshidir.